Mana shu videoni ko'rib, SSR davrida butun bir KNBni aldagan bir odam esimga tushib ketdi. Mana shu videoni ko'ringlar, keyin aytib beraman. SSR davrida davlat magazinida bir odam sotuvchi bo'lib ishlaydi va butun bir KNBni aldaydi. Holat mana bunaqa bo'ladi. Sotuvchi qanchadir bir 3-4 yilda o'ziga mashina oladi, 2 etajni uy quradi, sharoitini zo'r qiladi. Va keyin uni tekshirishni boshlaydi. Bu oilaga mashincha bo'lsa, mashina olyapti, uy quryapti, qayerdan bunga pul kelyapti, levi qilyaptimi deb buni tekshirishni boshlaydi. Tarozini tekshiradi, go'shtlarni tekshiradi, hammasini tekshiradi, topa olmaydi. Sotib olgan odamlarni tarozida, boshqa tarozida tortib, har bir ko'chada tortib tekshirishni boshlaydi, lekin hech topolmaydi. Qayerdan bu shuncha pul olyapti deb rosa qidirishni boshlaydi, oxiri topadi buni. U odam har bir klientga sotib olgan go'shtga qog'ozga go'sht o'rab turib beradigan bo'ladi. Har bir odamga qog'ozga o'raydi go'shtni. Shunga beraveradi. Yiliga qanchadir tonna qog'oz zakaz qilar ekan va shu qog'ozni o'rab odamlarga berar ekan. Mana sizlarga IQ. Menga ham uni kattalar aytib berishgan. Rostmi yolg'onmi bilmadim, lekin haqiqatga to'g'ri.